Assalamu alaykum Salkin Tor bekitining aziz mehmonlari. Salkin Tor bekitining Qalb Sadas programmasining yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xushalman. Men programma riyosatchisi Farida Anvar. Uyg'ur olimi tilshunos Mahmud Qashqari tavalludining 1000 yillik munosabati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan Ma'rif Komiteti 2008 yilni Dunyo Mahmud Qashqari yili qilib bekitdi. Bu yilni qutlug'lash va xotirlash uchun davlat ichi va sirtida bir qism ilmiy muhokama yig'inlari o'tkazildi. 2008 yili 11-oyda Beijing Millatlar Universitetida elib berilgan Mahmud Qashqari dunyoga kelganligining 1000 yilligini tabriklash ilmiy muhokama yig'ini davlatimiz ichidagi ko'lami bir qadar zo'r, ta'sir doirasi keng bo'lgan yig'in hisoblanadi. Biz Salkin Tor bekitida mazkur suhbatni elib berish orqali keng Uyg'ur tordoshlar, bo'libmi Uyg'ur yoshlarining Mahmud Qashqari va uning Turk tillar divoni nomli asariga bo'lgan tushunchisini texmo cho'nqirlashtirmoqchi. Biz bu qitimqi suhbatimizga taklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, yangi davr til va tarjima ishlarimizning to'kpikor boshlamchilarining biri, tonilgan adib, shoir, tilshunos ham tarjimon, yangi davr Uyg'ur nashriyotchiligining uluni salg'uvchilarning biri, Uyg'ur madaniyat tadqiqotchisi, jamoat arbobi, olim Imin Tursun apandi. Assalomu alaykum Imin Tursun aka. Va alaykum assalom. Oldi bilan sizning shu qimmatli vaqtlaringizni chiqarib, bugungi bu suhbatimizga qadam tashrif qilganligiga ko'p rahmat aytamiz. Albatta bu bizning burchimiz. Undaq bo'lsa, bugungi suhbatimizni boshlab ketsak, oldi bilan sizlar shu Mahmud Qashqarining kim ekanligi ustida bir to'xtalib o'tgan bo'lsizlar. Xo'sh qizim, bu masalani obdan so'radingiz. Hazrati Mahmud o'zining kunniyasini Qashqari deganligi uchun biz Qashqarlik davom etdik. Hazrati Mahmud Qashqarlik bo'lganligi uchun biz Uyg'ur davom etdik. Hazrati Mahmudning o'tgan zamoni to'g'risida xalqaroda har xil qarashlar bor. Oldi bilan biroz izohat berish to'g'ri keladi. Ya'ni O'rta Osiyoda coğrafi noktadan aytganda Osiyoning kindigi bo'lgan şu Tianshan tarım boylarida yashab, ovib taraqqiy qilgan Uyg'urlar tarixning turli bosqichlarida, ilm fanning har xil sohalarida dunyo madaniyat xazinasiga turli ixtiro va kashfiyotlar bilan to'hfalarni qo'shgan. Şu kashfiyot to'hfalarini qo'shgan olimlardan biri Mahmud Qashqari. Hazrati Mahmudni nima uchun Qashqarlik deymiz? Bu vaqtda Mahmud Qashqari to'g'risidagi bayonlardan, bo'libmi olimlarning bayonlaridan, bo'libmi Mahmudning nodir asri bo'lgan Devonu Lug'ati Turkda bayon qilingan bazı mazmunlar asasen bunu delilishimiz gerek. Mesela Mahmud Qashqari özünün nadir eseri Divan Lug'ati Turk'ta ta ki Farandan Jabarqagacha, yani Avrupadan Yaponiyagacha bo'lgan quruqlikda yashovchi har xil qavmlarni, bo'libmi Turkiy qavmlarni hakikatni ameliyatni izlash asosida ameliy tashvigan. Şu tashvish jarayonida nurg'un joylarni kezgan. Şu o'z ko'rgan va anlagan muhim el, yurt, daryo, tog', ko'l, yaqinlarning, shaharlarning nomlaridan taxminan 190 nomni qayd qilgan. Şu qayd qilgan yer nomlarining ichida 6dan bir qismi Qashqarga taalluq zaminlar. Masalan, Mahmud Qashqari o'zining Turkiy tillar divonida Qashqarga taalluq zaminlardan hozircha o'z nomini atlib kelayotgan yerlarni bir-birlab bayon qilib, aniq ma'lumot bergan.
Andın Mahmud Kaşgari bu yer namlarını sözden katardı belgenden başla kitabının köp yerleri de misal ve temsille tarihinde köp joyda tekrarlagan. Mesela Kaşgar degan muşu bir atalgı Divanı Lügatü Türk'te 17 yerde tekrarlandı. Demek Hazreti Mahmud'un Kaşgar'ını 5 qo'ldak bildiğanlığı özü ma'lum. Mahmud öz kitabında kayıt kılgan Kaşgar atrafındaki yersu namları arasında Alğuq, Aluş, Artuç, Azıl, Bağramqum, Barçuq, Barxan, Qaşqıbuğra, Qıpçaq, Qızıldaryo, Qızıloz, Kürümkül, Menket, Opal, Tazgun, Temen, Torgat Tiz, Tizentiz, Yabakı Süvi, Yarkent ve başkalar. Bu namlar helimi asasen özgürme şubesi istilatıdır. Mesela bu namları Hazreti Mahmud'un belgen tarifi alayet ehemmiyet ege. Bulup bu Opal doğrusu da Arapça izahlaganda onu baş yanlamlarının farklandırıp Opal bizning yurtning nomi, Azıqma Azıq bizim yezimizning nomi, yani Arapça ismi qariye Lana deb izoh bergan. Bu yerda Lana qo'shimchasiga oid ahamiyat ega. Bu Lana Arapçada özlük kirishning ko'plik shakli. Bizning degan ma'no to'g'ri keladi. Ama ondan başka Kaşgar tevessiki zeminlerini yer namlarını izahlaganda mesela Aluş'unu ismi Kariye, ismi mevzu'lana yani ismi Kariye li Kaşgar deb qo'ygan. Yani Kaşgar'daki bir yerin namı degan. Opal azıqdan pahlandigan. Endi eniqib Opal to'xtalganimizda Opal hozirmi mevcut. Hazırmı harflerini Opal deb ataydı. Öz zamanısında onu Oypal deb atagan. Opal Kaşgar şehrinden 45 kilometre g'arbdagi bir cho'ng yeza. Bu yezining hozir Qaravash, Beshvoq, Yog'u, Bashyog'u, Mollanbeg'i, Ko'kchi, Qumbog', Do'g'lat, Shota, O'ljigida, Qariostan, Qochoq, Tokat, Aydınköl, Akostan deyildiğin kentleri var. Bulanın arasında hazır bizge azık görünmeydi. Neymiş için degende Mahmud Kaşgar'ın keyinki vaxtlarda Opalar, yani bir izah verip götey, Muzar, Opalar, Kökar, Uluğar. Ondan adam ötelaydan kıyın divanı art deydi. Muzarmışında. Opal artta keladigan iki jilg'i var. Biri qora jilg'a, biri qizil jilg'a degan. Bu iki jilg'ining suyu teshib qiyam bo'lib, Opal artning oldida so'zlar og'zi deydigan bir eg'iz var ekan. Shu eg'izni bo'shib tushib, kentdan suv osidi. Bu Mollanbeg'i igizroq, Opalning yer tuzilishini igizpas. Shu tushgan qiyon suv yurtni besib ketadi. Keyingi zamanlarda Opallıkla aşı qum basgan yerde bir qancha kentlarni operate qiladi. Ulardan biri mesela Qumbog'. Azık olsa hozir aşı Qumbog'ning bir kenti, mahallesi. Demek tabiiy o'zgarish natijasida ba'zi kentlar yo'qolgan, ba'zi kentlar paydo bo'lgan. Ammo Mollanbeg'i deb atalgan kent hozir öz ayni bilan saqlanmoqda. Şu Mollanbeg'i degan kentga hozir Mahmud Kaşgar'ning qabrisi joylashtirilgan. Taxmin qilganda bu ehtimol öz zamonasida Mahmud Kaşgar vafot qilganda şu Hazreti yani Mollanbeg'i dafn qilgan bo'lishi mumkin. Bu Mollanbeg'ida İki adam nazar tutildi. Biri Mahmud Kaşgar'ınki onun taraf dadısı Seyfiddin Bozurgvar. Yani biri Hazreti Mahmud.
yani Mahmud Qashqari köz tutuyor. Şunun için opallıkla Mollan Bey'e dep at koygan ege. Şu Mollan Bey'in aldıda hazır hay terek dep üçtük terek var. Naat igiz asman takışay dep oynagan. Hay terekni aldıda Noruz bulak var. Şehre kişiler kişinde adetli olan ki her Noruz'da Mollan Bey'e gelip seyahat kılıp kişiler talibül ilimla, şairla türlük nezm beyitlerini yezip Noruz bulaktan suyda akuzurken bizden şiiriyetimiz, marifetimiz muşu toxtumaz bulakta daim ravan boktursun degen manada. Hazır mı şu hayat terek Noruz bulak hazır öz aynı saklanmakta. Biz muş ahvallar qarab durup biz Mahmud Qashqari'ni Mahmudni Qashqardik. Qashqarlik bo'lganimi Qashqarning shahrining g'arbidagi Opol yesida tug'ilgan, shahar vafot bo'lgan deb taxmin qilamiz. Endi bu yerda xalq orasidagi ba'zi rivoyatlarni aytishicha Oypal ondan Bulaqsu asli eti Bo'riqda. Buni Bo'riqda degan so'ng Mongolcha yekenlik degan gap. Sayvoq, Opal, Bulaqsu bu kentlar o'z vaqtida bir yeş, jangallik, o'rmonlik ekan. O'z vaqtida kishilar bo'lib Bagzodlar, Xonzodlar sayohat qilib damog'ili, o'g'li shikoyat qilib chiqqan vaqtida shu Opalni markaz qilgan. Shu vaqtida Mahmud Qashqari yani Shahzod Tekin vaqtida uyaga chiqib, shu biz deganlarga Mollan Bey'da oturup sayda qiladi ekan, dam oladi ekan. Shu vaqtda u lapti yerga qarab, so'yanga qaraganda ko'ziga bir chiroyli bir qiz ko'rinibdi. Osmonda oyni ko'rdim, Oypalda Cho'lpon degandek bir mazmunda beyt o'qibdi. Mushuning qarab xalqning og'izga bu beytlar kuchib yurganda demak osmonda oyni ko'rdim, Oypalda Cho'lpon degan ikkisini birlashtirib Oy Cho'lpon deb at qo'yibdi qizga. Keyin Mahmud Qashqari shu Oy Cho'lpon bilan o'yinib demişki. Birinci ağan ayeli şu ki, onundan kişilerin aytishicha Süleyman Tekin deb bir o'zi Shahzodi tug'ilgan ekan. U o'z yurtida qolgan ekan. Hozirmi shu Süleyman Tekindan qolgan bo'g'in avlodlar hozirmi bor deydi. Hayot. Demak bu yerda bir narsa eskartib qo'yish kerak. Bizning amdiki burchimiz Mahmud Qashqarining haqiqiy shajirisini, oila nasabini turg'izish. Kunduzum keldi. Yangi bir avlod chash qaraytish yursi yo'qli kunduzum bir qatim yuvish bilan chechingizni unumli qaraytib sizga kunduzda qapqara ham paqiriq chash ato qiladi. Kunduzum Şinjan Güllen Xalqaro savdo cheklik shirkati. Özemning chiyi? Özemning chiyi. Qashqari ming yil ilgari tug'ilganim haq Buğraxon izidan Mahmud Qashqari sen qavm qabilaning bayrog'i emas sen butun dunyo
Bütün dünyanın akıl pencere. Endi bu Mahmud Qashqari biz odatda biz xuddi divanda o'z kitobida aytgandek men şu Türklerning mashhur qabillaridan degene qarab o'tirib buni yepishini izlash to'g'ri keldi. Mahmud Qashqari nasab jihatdan o'z vaqtida Qaraxoniylar qurgan asosiy tekin kim desa Kul Bilge Qıdırxon. Şahzade vaqtidagi ismi İnançur, yani İnançur deydi. Bu keyin Qaraxoniylarni qurgandan keyin İnançur demay Kul Bilge Qıdırxon deb bu nomni qo'llangan. Endi bu yer bir hikmat bor. Qadimgi Uyg'ur Orxon xonligini qurgan birinchi xonmi Kul Bilge Qıdırxon. Yani İnançur. Demek Orxon xonligini qurgan asoschi Kul Bilge Qıdırxon, Qaraxoniylarning asosi Kul Bilge Qıdırxon. Bu İnançur, yani Kul Bilge Qıdırxon nasab jihatdan tarixchilar bunu Afrasiyabqa, bu Afrasiyab Parislar tarafından qo'yilgan asli o'zidan eti Alip Artunga shuningga bog'landi. Alip Artunga. Endi Sultan Buğraxon degan kishi bu Kul Bilge Qıdırxonning nevrisi bo'ldi. Kul Bilge Qıdırxonning ikki o'g'li bo'lgan Bazir Arslanxon o'g'ilchaq Tavg'ashxonda. Bu ikki o'rtasida bir jel majra bo'lib, Bazirxon o'lib ketdi. Hokimiyat bu o'g'ilchaq Buğraxonga qoladi. O'g'ilchaq Buğraxon vaqti poytaxti bu Yettisudan Qashqarga, hozir Qashqarga o'tkazib keladi. Bu Mahmud Qashqarining tog'asi. Muhammad Sodiq Qashqarining yozgan Buğraxonlar tazkirasida aytilishicha, bu Sultan Sutuq Buğraxon Abu Nasr Samoniyning tashviq targ'ibi bo'yicha islom dinini qabul qildi va buningga o'zining tog'asi va boshqa yurt ahkomlarini da'vat qildi islom diniga kirishga. Ammo bu o'g'ilchaq Qıdırxon uning qo'shilmaydi. Qo'shilmagandagi o'da uni bir amallab o'ltirib etib islom dinini qabul qildi, davlat dinini e'lon qildi. Bu Muhammad Sodiq Qashqarining Tazkira-i Buğraxon degan kitobida yozilishi. Mahmud Qashqari yani o'zining yurtini bashqo'lda biladi dedi. Bu vaqtda o'z yurtiga bo'lgan mehrini ifodalash uchun bir qanchada she'r qo'shoqlarni keltirgan. Masalan, Qizil daryo o'zlab qo'yib, shu to'g'rida bir ko'pda she'rni keltirdi. O she'rning mazmuni Qizil Seriq Rayhonlar nayt irmishtirishib ketgan, yeşil oq qizil rayhonlar bir-biriga yo'g'ishib ketgan, bir-biriga yurak to'g'an, yalıngoq onu anlaşıyor, yalıngoq odam, inson degan so'z. Demak, haqiqatan Qashqar Qizil daryosining bo'yi mushu qo'shoqda aytilganda bog'voronlik, gul-gulzorlik, bo'stonlik bir joy. Buni Qashqarlik emgakchilar o'z qo'llari bilan endi go'zal manzillik joyga aylantirgan. Hozirmi shu petishcha Qizil daryosining bo'yi ashunday manzillik joy. Endi yana Tuman daryo deb bu Qashqarning o'ttirisini o'tadigan daryo deb bergan. Tuman daryosi hozirmi Qashqarning o'ttirisini o'tadi. Ya'ni Jonqo'rg'on bilan Kerembag'ning orlig'ini o'tadi. Bu yerda bir yor bor. Shuning uchun Yovoq darvosi deydi.
Bu Canqo'rg'on Qashqarning poytaxt bo'lib 3-qatim operedi bo'lishi. Asli yurt o'rni bu ochiq yaqin Xanoyda. Xanoyniki sharq tarafida Chaqmoq daryosi bor. Yani Tijan daryosi va Toqmoq. Shu Chaqmoq daryosining sharqi bo'yiga Sulton Sutuq Bo'roxonning qabri qo'yilgan. Chaqmoq daryosining g'arbiy tarafida egiz yorliq Xanoy. Xanoy yerdan Qo'g'on orqali Kerembaqqa, Kerembaq orqali Canqo'rg'on tutishdi. Endi 3-qatim operedi bo'lgan Qashqar bo'lsa, biz boy deganda Qizil daryosi bilan Tuman daryosining oralig'idagi Canqo'rg'onga operedi bo'lgan. Canqo'rg'on strategik jihatdan muhim joy. Oldi oqisdan 2 daryo o'tadi. Agar suvni to'sib etsami, sharga hech qanday daxli bo'lmaydi. Çünkü yerde buloq suvi var. Hem strategik jihatdan egizya, qo'ldan oshqa aplik. Demak, Xotan buddistlari Qashqarga hujum qilgan vaqtida Xanoydagi poytaxt vayron bo'lgandan keyin Qashqarning poytaxti men boy degan Canqo'rg'onga o'tkazgan. Demak, Mahmud Qashqarning zamonasida gap bu. Keyin Andın atış doğrusunda bəgəndimə atış bir dərəhinin eti ama atış namlıq 2 yurt doğadaydı dəb boğan. Demək hazır mı asını atış, üstünü atışda 2 yurt var. Atış özü bir nahi çıraylı körkem dərək. Bunu Ərəbçə ər degen. Parisçə bunu servi kuhi deydiken, yani tağ servisi deydiken. Yani Darahın tacı xudu kolunu şekilli olup yupurmakları beylikten kasır kadar ya yeni zaman bulurduken nahayet çırayla üzülürken de öz zamanısı da şairler mehbub yarlarının çeçini Sumbulga kaşlarından kalkaçtan kanatlığa okşatkan der Mahmud Qarız zamanındaki şairlamı uzun güzel yarlarının çeçini atış tarafı okşatırken atış tarafı. Bu atış tarafının bir hususiyeti ornatkan köçek ölmeydiken, tez sustururken, yakıllamaydiken. İkincisi uzun yaşaydiken bu. Üçüncüsü ona çırmaydiken. Ben bir kıtım teşvik bağınında Sultan Sutuq Bo'roxonning qabrisidan bakkan şeyh hazır Kazakh gitti. Şu 1904-5 yılları ihtimal şu tağda bu Sultan Sutuq Bo'roxonning mada kutuğa seringa bir tezkirisi vardı. Bunun beşir köməklik. Şu kelime şehri bir nesi bada içip eketgendeydi. Hazırlıkça məlum emas. Demek şu atış tarafını yasalgan kutuğa selingan gende o. Andın bir diyene asker tutan bir nesi var. Segun Samur de bir yerini asker tutu Mahmud Qashqari. Bu Bo'roxonga zahar berilgan ye deydi. Ras Segun Samur deb ye bor. Bu Opalninki bu g'arbiy janubiga to'g'ri keladi. Yani hozirgi buloq suviga yaqin bir yerda. Segun qadimgi Uyg'ur tilida kiyik degan so'z. Kiyik. Samur Budda rahipleri yaşaytan kemir öyle uyluğa yarlanlık yani samur deydiken. Samur degan töpe tağlık degan söz. Demek Segun Samur ne oldu? Kiyik töpe, kiyilik tağ degan söz. Bu xuddi boya aytgan sözümüzge delil buludu. Yani Şahzadlar, Begzadlar çıkıp o olaydigan ye ekanligi aşından ma'lum. Hazır mı şehirde Budda xarabıları var. Demek Mahmud Qashqarining boğusi Muhammad Bo'roxonga kichik xotini Zaynabxon zar verib o'tirayotgan Segun Samur. Hozir o'z elini saqlanmoqda. Biz mushu faktlar asosan Mahmudni
Kaşgarlık deyimiz. Kaşgarlık deganimiz opallık deyimiz. Hem eniqroq aytganda Mahmud Qashqari asli aile ve nasab jihatdan Uyg'urlarga xos. Uyg'urlarning o'z vaqtida mayli Urxunda bo'lsin, mayli Qashqarda bo'lsin, qurgan xonliqlarning asosini yaratgan Yog'liqor qabilasidan. Demak, Mahmud Qashqari oilaviy nasab jihatdan xonzodlarni urg'abiladi. Yani Mahmud Qashqari o'zining Türkiy tillar devonining muqaddimasidami men şu Türklerinin en sözmellerinden, en usul neyzivazlarından, en asaslı kabillerden dep izah vergine karaganda özü bir şahzade, ikinciden ilim ilgisi, ilim, bu kalem, elem, iki cihetli yetişken adam. Ama keyki vakitte bu adam xuddi özünün dadısı Hüseyin Çağır Tekin'e oxşaş bilimge iş qoygan, bilimge mehr muhabbetin berişliğen adam. Şunun için o şahzadlık turmuşundan vazgeçip qandaqda onun içine xuddi bir ot kirgandek özünün şu Türkiye kavimleri yaşayan cihanını bir kezip çıkış bir işyap tuğulganda şu sebepten yurtun taşlap, xanzadlığını taşlap çıkıp ketken. Ta ki ben bayılgandek evren, yani Fereng'den, bu Garbi Avrupa'dan tatip, Cabırka, Japonya'ya için boğan, kurulukdaki bulup bu Türkiye kavmine yaşayan caylarını öz közüyle kögen. Öz emiriyetiyle tekşirip tetkik kılan. Birden bir emiriyetçi alim bu. Şuna yazgan nesir ait asaslı. Turist'in özü köygen, baranmağa yerine işensizlik materyallarının haber, malumat algan. Şunun için onun yazgan Türkü Tillar Divanı'ndaki her bir sözlerinin bir tarihi asası, arka görünüşü var. Bu hiyali ezip olgan emez. Bununla bazı alimlerin tahmin kılışça Hazreti Mahmud özünün yaşlık ömrünü şu Türkiye tillarını teşhirip tetkik kılışkı berişler için 15-20 yıllık vakit sarf kılgandaydı. Biz oylap göreydi. O zaman da ayrı bulan, poyuz, maşını yok. Birden bir alak, bir adam, bir atlık 15-20 yıllık şunçken yurtunu arlatış oynayamaz. Topluğun materyallerini emniyetli algan. Biz adette hakikatini emniyetli izleşteyimiz o. Demek şu emniyetli körüp emniyetli algan paketli asası da andaki Türkiye Tillar Divanı yazgan. Yani yakında Merkezi Milletler Üniversitesi'nin profesörü Abdurrahman Teklemekali bir makale yazıp makalesi de yani Bağdat'ta mezkur nadir kitabını yazış için Mahmud Qashqari yani 15 yıl vakit sarf kılgandaydı. Demişsin mi Mahmud Qashqari'ninki mukaddemesinde özü aytgan bir qancha yıl sarf qilib bu kitaptan qanday yazış hakkında oylandım. Bu çok güzel. Hiç kim kullanmagan yeni usulunu kullandım. Xuddi Ahmad İbn Halil özünün Kitabul Ayn'i yazgandek hamma sözlerini kirgizsem buladı. Ben kerek sözlerini yazdım. Hacatsizlerini taşladım. Hem bularını kişilerin oy payını için cay koydum. Bazılarını şu kavimlerinin öldürdüğün topluğun koşakla, hikmet sözle, temsili arkalı ispatladım dedi. Biz Hazreti Mahmud'un aile nesebi hakkında toxtaldık. Bu Hanzada'da yenken. Yani Sultan Sutuk Buğrakhan'ın 7. evladı. Yani kökün evrisi olurken. Kökün evrisi. Karaxan ilanı kurgan asaslık
Bilgi Nüçür yoki Ko'l Bilgi Qidirxonning nevrisi Sultan Buğraxonning 7-ci evladı. Demek Uygurlarning asosli qabilasi bo'lgan Yağlıqar qabilasidir. O'zi ota-onasidan tortib Xonzodlar urug'i. Yuqorisi operatsiya alib artungu tutuşudu. Tarda oğluysan Mahmut Kaşgari, elimleri tatmin nurlu devleri. Tarda oğluysan Mahmut Kaşgari, elimleri tatmin nurlu. Növətdə 2008 yılını Mahmud Qashqari tug'ilganligining 1000 yillik xotira yili deb bekitibdi. Bundan biz Mahmud Qashqarining oxirgi bekitilgan tug'ilgan vaqtini 1008 yili deb jazmlashtirsak bo'lamdi. Bu xildagi ma'lumotlarga qanday erishish mumkin? Buningda har xil qarashlar bor. G'oyalari tadqiqotchi olimlar mayli turklarning bo'lsin, mayli gollandliklar bo'lsin, mayli almanliklar bo'lsin, ulardan ba'zilari Mahmud Qashqari ehtimol 1005-yili tug'ilgan bo'lishi mumkin. Xalq orasida rivoyatlarga asosan 90 yoshida o'z yurtiga qaytib 7 yil yashab mudarrislik qilib 97 yoshida vafot qilgan, Opalga dafn qilingan deydi. Bu dafn qilinganlik haqidagi talash tortish yo'q. Ammo tug'ilgan zamoni to'g'risida qarashlar o'xshash emas. Buni ba'zilar 1005-yil tug'ilgan deydi. Ba'zilar 1008-yil tug'ilgan deydi. Ozarbayjonlik olimniki hisobi bo'yicha, kalendar hisobi bo'yicha 1008-yil tug'ilgan deganligi uchun buni turklar shuni asos qilib Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Fen Muharib Medeniyet Teşkilatı'nın ma'lum qilganligi uchun 2008 yili Mahmud Qashqari yilida bekitgan. Biz buni simbol xarakterda qabul qilamiz. Chunki Mahmudniki o'zining tug'ilgan yili emas bu. G'oyalari 1018-yil tug'ilgan deydi. G'oyalari 1028-yil tug'ilgan deydi. Biz Şinjanlik tadqiqotchilar 1028-yil tug'ilgan bo'lishi mumkin degan ehtimolga yaqinroq qarashtiramiz. Nima uchun deganda buni Mahmud Qashqari zamonasida yuz bergan ba'zi tarixiy voqealarga bog'lab tadqiq qilish to'g'ri keladi. Shuning uchun biz devonning birinchi nashrida Uyg'ur tilida chiqargan vaqtda yozgan kirish so'zimizda Mahmud Qashqari ehtimol 11-asrning birinchi chorigida Qashqarda tug'ilgan, 11-asrning oxirgi chorigida yana Qashqarda Opal vafot qilgan degan gapni yozdik. Aniq yozmadik. Chunki aniq ma'lumot yo'q. Chunki o zamonning olimlarida qandaqdir bir shunday bir odat bor ekan, o'zining tug'ilgan vaqtini, tug'ilgan yurtini, ota-onasi to'g'risida ancha gap so'z qilmaydi. Mahmud Qashqari shunday. Shuning uchun Mahmud Qashqarining bu yil 2008-yil Mahmud Qashqari yili deganni simbol xarakterli qabul qilamiz. 1000-yillar boshlangandan keyin tug'ilganligi uchunlar. 1008, 1018, 1028 şu o'rtasida ixtilof bor. Ammo vafot yili 1105-yili 97 yilda vafot qilgan. Yurti qaytib kelib 7 yil mudarrislik qilgan. Shuning uchun bu odamni Hazreti Mollon deb atagan Opalliklar. Ya'ni kelib Mahmud ismi bilan emas, Shamsiddin degan ism bilan yashagan bu odam. Shamsiddin. Chunki garchi Mahmud Qashqari qaytib kelgan vaqtdagi podshohlar uning dushmanlik niyat qarmasimi ehtimoli qarishi. Chunki bularda urug' surishtirish bor, adovat saqlash bor degan nima bilan. Ikkinchidan butun umrini ilm ma'rifatga bag'ishlaganligi uchun Shamsiddin
yani dinning quyoshi degan ismni qabul qilgan. Demak, Mahmud Qashqarining bu tug'ilgan, o'lgan yili to'g'risidagi voqealar zamonla o'sha Mahmud Qashqarining turkiy tilda divonda yozilgan asoslar dalillaydi. Masalan, men Mahmud Qashqarining nasabi ve yaşayan zaman doğrusuzdaki mülahize degan eserimde iki meseleni yo'ritgan ben. Biri aile nasab. Aile nasab haqida boya to'xtaldik. İki yaşayan zamanı. Yaşayan zaman doğrusunda bu kitapni birinci tomida Mahmud Qashqari'nda enek deydi. Tarih kitaptır ve tezkireler bayan kılınışça Musa Buğraxan'ın oğlu Ali Toğaxan, yani oğlu Hasan Xan, bunun oğlu Nasir ili, onun oğlu Muhammed Arslan Xan El-Gazi, bunun oğlu Yusuf Hıdır Xan'dır. Arap tarihçilerinden Bayhaqi ve İbnül Esir'nin bəgən malumatı bağırğanda Yusuf Hıdır Xan'ın Süleyman, Muhammed, Mahmud degan üç oğlu bulup xonlik taxtga varis qilgan. Ammo ular orasida mujodila bo'lib tug'an Muhammad Buğraxan Shahzana vaqtidagi ismi Yag'an Tekin, Yag'an til degan so'z. Mahmud bin Husayn bin Muhammad deyilgan kunidagi Muhammad olim Mahmudning cho'ng otasi yoki buvisi. Muhammed Buğraxan'ın üç oğlu bo'lgan. Hüseyin, Ömer, İbrahim. Demek Hüseyin Mahmud'un atısı. Hadi Mahmud Qashqari Divan-ı Lügat Türk'ni yazgan vaqti haqida nəhayət divanda enek yazıdı. Birinci tomida Türkiye müçel yıllar haqqında izah bergende munda yazgan Mahmud. Mahmud aytıdır ki bu kitap yazgan yerimiz 966 yılının Muharrem ayida yılan yılı kirgen idi. Bu yıl ötüp 967 yılı kadem koyganda at yılı kirdi. Bu söz qaraganda alim divanı 966 yıl iğirrek yazgan buluş mümkün. Bu 1048-1050 yılda doğru geldi. Endi divanı yazıp 200 yıldan keyin Mahmud Qashqari'nin öz kalem bile yazgan nuskudan aynen küçeygen Basirlik yani ki Savat yaşayan Muhammed bin Abi Bekri degen adam küçülüş değerinde manda yazıp koygan. Mahmud Qashqari öz kolu böyle yazgan nuskunun ahırkı cümlesi